Rusya yana chaqirib ko'raman. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, Darknet qachon chiqadi? Albatta bu olingan, lekin bu ustida hali ishlov berilishi kerak. Shuning uchun bular Darknet bilan 8 ketma-ket chiqadi demoqda. Avvalo bizga like bosib, men ko'p bu halicha laf hammasi Darknet 6 ko'p bo'lsin. Darknet laf qilsin qachon sizga Darknet chiqish sal qiyin, shuning uchun oddiy olish jarayonidagi lavhasini nechta laksanga chiqaraman. Albatta sizlardan ko'plar kutuvdim. Avvalo 520 bitta like, 620 bitta obuna bo'lishini keyin chiqaraman. Biz hozir 6-qismini ko'ramiz. Qotil klonni chaqirdik, lekin u klon o'rniga bizni chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chikoni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma